Yo'q. Siz bilan gaplashgan telefonni? Mana shumi ko'rsak bo'ladimi? Ha, bemalol. Chiroyli xonadon ekan. Umumiy maydoni qancha ekan? Umumiy maydoni 8 sotikdan iborat. 8 sotikli xonadon. 8 ta xona. Ha, 8 ta. Xo'p, uyimizdan narxi qanaqa bo'ladi? Uyimiz narxini 95 deyapmiz, yana kelishtirib o'tib beramiz. Xo'p, qarang, agar 90 ming puli bo'ladigan bo'lsa, naqd pulga berib olsa bo'ladi. Albatta. 90 ming berib olasizlar. Yana qanaqa to'lov usullari, variantlari bor? Bank, barter. Bizda bank qilsak ham bo'ladi. Xohlasangiz xonadonimizni yarmini sotishimiz ham mumkin. Bo'lib ham sotasizlar. Albatta, bo'lib ham sotiladi. Arendani yaxshilab tushuntirib yuboring manzilni. Arentirimiz Gazirovka mahallasidan kelganda 5-mahalla. Olmaliq shahrida internatda Gazirov ko'chasidan kelsa ham bo'ladi. Albatta. O'yinchi maktabdan kelganda ham 200 metr yurar ekan, Yaxshi. Xo'p, telefon raqamlarini pastga qoldirib qo'yamiz. Mana shu kelib, o'zingizlar ko'rib, telefon qilib gaplashib, baraka qilib ketsanglar bo'ladi. To'liq batafsil videoni profilga joylab qo'yamiz. Profilga kirsanglar, u yerda to'liq obzor videosi bo'ladi.